Yana Alloh so'rar ekan, "Ho'y bandam, yana nima yig'layapsan? Ey Robbim, do'stim hali jannatga kirmabdi. Sendan jannatlik haqqi bilan so'rayman, menga do'stimni chiqarib bergin" deb turib olar ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, "Men va'dasida turguvchi zotman. Men va'da berganman. Jannati odam jannatda turib nima so'rasa beraman deganman. Olib chiqinglar, do'zaxni qaysi chuqurida bo'lsa olib chiqinglar" der. Farishta kelib, do'zaxni chuquridan til bilan qalbni olib chiqar ekan. U tiliki nima uchun do'zax kuydirmadi desa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganligi uchun. Qalbi bo'lsa Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning elchisidirlar deb iqror qilganligi uchun qalbni kuydirmas ekan. Shunda Alloh taolo buyurar ekanki, nahrul hayot, hayot daryosida cho'miltiringlar desa, hayot daryosida cho'miltirishsa, jannatlar qanaqa yosh, qanaqa surat, qanaqa holatda bo'lsa, o'sha holatga aylanar ekanda.